Assalamu alaykum hörmətli qarindaşlar. Golland dili qrammatik dərsimizə xoş gəldinglar. Biz bugün 40-cı dərs rəvişlər bilan bağlanğan qoşma cümləni öyrənib ötümüz. Yəni bu dərsimiz cümlə babınınki 8-ci qismi. Yəni biz məxsus cümlələr degan məzmununu əsas qılıb turub bir yürüyüş dərslərini təyarlagandıq. Hamda bugün şularning ichidagi birisi rəvişlər bilan bağlanğan qoşma cümlə. Qınamsa diqqətinizlər dərsimizdə bolsun. Yəni aldı bilan qoşma cümlənin nimaligi, buni biz o'tgan soatlik darslarimizda buning uqumini tushuntirib bo'lgan. Shu yana hozir tafsil so'zlab o'tmaymiz. Hamda bugun keldik rəvişlər. Yəni biz o'tgan soatda shu tangdash munosabatga bog'langan qo'shma jumla deb golland tilidagi 5 xil bog'lug'ini o'rganib o'tgandik. Bu tangdash munosabat bağlanan qo'shma cümlələrinin ən mühim bir alayidiligi bunda cümlə şəkli golland tilida xoftzin holatdagi cümlə şəkli bo'ladi. Yəni bosh cümlə. Yəni xoftzin bosh cümlə degan vaqtimizda golland tilida wirik word, yəni cümlənin xəbəri ikkinchi o'ringa keladigan cümlə şəkli xoftzin bo'ladi. Endi golland tilida o'sha 5 bog'liqchidan boshqa yana bir turkum ravishlar bor. Bu rəvişlər həm cümlədə cümlələrni bir-biriga bağlab, qoşma cümlə altını şəkilləndirəlaydı. Həm bu rəvişlər işlətilən vaqtda həm cümlə xoftzin holatda bo'lib, wirik word daim ikkinchi o'ringa keldi. Şuna biz bu rəvişlərning həm ən ko'p işlətiladigan bir qancha rəvişlərni sizlarga misollar bilan olib keldik. Bularning birincisi, yəni erst, darna, dan tinsulotda. Yəni bularni hozirgacha sizlar biz normal darslarimizda so'zlagan, yəni oldi bilan, uningdan keyin, ondan, eng oxirida degan mushta bir jumla shaklini ifodalagan vaqtimizda, masalan biz bir yurish, bir ish harakatlarni rad tartib bo'yicha degan vaqtimizda ishlatiladigan bir jumla shakli. Masalan, men bir jumla keldim. Eerst stopte u bankpasje in de daarvoor bestemde geloof. Yani aldı bilen bankkartınızı tegishli o'ringa kirgizing. Daarna tikt u pincode in. Ondan keyin maxfiy numerongizni kirgizing. Dan geeft u aan hoeveel geld u wilt hebben. Ondan keyin qanchalik pullaringiz borligini bilsing. Ten slotte pakt u het geld uit de gladlade. En oxirida pulni naqd pul tortmasdan iling deb. Yani bu yerda diqqat qilgan nuqtanglar Muşu cümledeki erst stopt ü. Yani wirik word daim ikkinchi o'ringa keladi. Daarna tikt ü. Dan geeft ü. Geeft. Ten slotte pakt ü. Yani pakt. Yani bu cümle müşteravişler bu cümle şekilde mi? Yani xoftzin bo'lib wirik word daim ikkinchi o'ringa keladi. Yani ko'p ishletilgan ravishlardan tun tun deganning yani shu vaqtda uningdan keyin yani bu ravish holatda kelalaydi. Masalan, we gingen eerst eten en toen zijn we naar de bioscoop gegaan. Yani biz avval tamoq yedik. Undan keyin kinoxonaga bordik. Bu yerdagi tun degandan keyin uningdan keyin u vaqtda degandek ma'nosi chiqadi. En daarom ik moet zondag werken. Daarom kan ik niet komen. Yani men yakshanba kuni xizmat qilishim kerak, ishlashim kerak, shunga kelolmayman yani. Daarom kan ik. Yani cümlenin xabari ikkinchi o'ringa kelyotidi. We moeten nu weg, anders missen we de bus. Yani biz hozir minishimiz kerak, bo'lmasa avtobusni qo'ldan burib qo'yamiz. Anders missen, yani anders bo'lmasa. De klok liep achter, daardoor missen we de trein. Yani soat keyinda qolibdi. Daardoor shu sababdan biz poyezdga ulgurolmay qoldik. Yani mushularmi hammasi ravishlar bular esa cümlelerini bağlab, ikki cümleni bir-biriga qo'shma jumla qila oladi. Lekin bu ravishlar tarafidan bog'langan qo'shma jumla ham xoftzingga tabe. Xoftzingga tabe bo'lganligi uchun wirik word ikkinchi o'rinda keldi. Yani oxirgi 3 misol bovendien deganning yani kelib uning ustiga degandek ma'nosi bor. Masalan, the film was erg spannend, bovendien was hij leerzaam. Yani bu film kishini to'liq hayajonga soldi ekan, yana kelib tarbiya ahamiyatga ega. Het regent, dus kunnen we vandaag niet voetballen. Yağmur yağdı, şuna bugün futbol oynayamıyoruz. Dus. Ik hou niet van rijst, toch eet ik het wel eens. Men görüşni yaxshi ko'rmayman, lekin ba'zida yenila yeyman. To'q deganni ham, lekin yenila degandek ma'nolar chiqadi. Ya'ni qisqasi
bu dərsni qısqacha yığınçaqlasam, biz muşunun oldidagi darsda tangdosh munosabatdagi qo'shma jumlalarni bog'laydigan 5 xil bog'liq uchun o'rgangan an, mar, want, of, dus deb. Bu 5 xil bog'liqlardan boshqa yana musha bir turkum ravishlar bor. Bu ravishlarmi ham ikki jumlani bir-biriga bog'lab, qo'shma jumlalarni shakllantiradi. Bu ravishlar tarafidan bog'langan qo'shma jumla ham tangdosh munosabatda bog'langan qo'shma jumlalarga tabi. Ya'ni bu jumlalarning shakli xoftzin holatda, ya'ni xoftzin deganimiz shu dal verb word ikkinchi o'rinda keladigan jumla shakli xoftzin bo'ldi. Ma'qulamsa bugungi darsimiz mushu yerda oxirlashdi. Inshaalloh keyingi qitimliq darsimizdan boshlab biqinda jumlani boshlaymiz. Keyingi qitimliq darsimizda ko'rishaylik. Omon bo'lg'aysizlar.